Yog'ochdan tom yopsalang 30 yil, 20 yil, maksimum 40 yilda sinib ketishi mumkin, chirib ketishi mumkin. Lekin temirdan tom yopsalang, kamida bir 50 yil xizmat qiladi. Undan tashqari temirdan tom yopadigan bo'lsalar, uzunligi bez ustun 32 metrgacha ishlatsalang bo'laveradi. Yog'ochdan esa bor yo'g'i 5 metrgacha bez ustun firma qilsalang bo'laveradi. Zamonaviy tom yopish kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, akalarimiz chiroyli qilishib, konteynerda qalin profillardan, xonadonlarda, zavod, fabrikalarda, teplitsalarda, molxona, qo'yxona, undan tashqari katta skladlarda tomini chotkilab yopib berishyapti ekan. Xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaversa, ustakalarimiz nomerlarini pastga qo'yib qo'yamiz. Ko'rib turibsizlar, gapimiz isbotiga yana bitta Fayzda xonadonida chiroyli qilishib, oldi ko'rinishini shunaqangi do'ppili fasonda yopib beryapti ekan. Mana bularni esa oddiy 1 skat, 2 skat qilishib yopib beryapti. Bu yerda ketyap turgan materiali, usta haqisi hamma yo'q ichida shu holatga kelishi. Agarda tekis bo'ladigan bo'lsa, 160 ming so'm ekan. Agarda mana bundaqangi do'ppili bo'ladigan bo'lsa, narxi 210 ming so'mdan ekan. Ya'ni 1 kvadratini bitishi qadrdonlar profinansdan tashqari 150 ming so'mdan 300 ming so'mgacha har xil variantlari bor ekan. Faqatgina uyda egasi shifer yoki profinansdan olib bersa, akalarimiz uni ham bonusga ustanovka qilib berishar ekan. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib qo'yganmiz, aloqaga chiqaverasizlar.